2025-yilda ota-onalik baxtiga erishgan o'zbek shou-biznes vakillari. Dilbar Zokirova 2025-yil 20-iyulda aktrisa Ra'no Zokirova xonadonida yana bir quvonchli kun bo'lgan. Uning kelini aktrisa Instablogger Dilbar Zokirova ikkinchi bor o'g'il farzandli bo'lgan va yangi mehmonga Firdavs deb ism qo'yishgan. Xonanda Afruza bu yil ilk bor ona bo'lgan. Qo'shiqchi 2025-yilning 25-iyul kuni o'g'il farzandni dunyoga keltirgan. Hamkasblari va dugonalarining maslahati bilan u tug'ruqdan so'ng ona va bola parvarishiga yordam beruvchi markazda qolgan. Bobur Mansurov Vayner Instablogger Bobur Mansurov 2-iyul sanasida ilk bor ota bo'lgan. Uning rafiqasi Fariza o'g'il farzandni dunyoga keltirgan. Aktyor boshlovchi Rixsitilla Abdullayev xonadonida katta shodiyona bo'lib o'tgan. Uning o'g'li aktyor Tojrahmon 2025-yil 21-iyunda ilk marta ota bo'lgan va qiziga Aisha deb ism qo'ygan. Xo'sh, siz 2025-yilda yana qaysi mashhurlarning ota-onalik baxtiga erishganini bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirib, videoga like bosishni unutmang. Bundanda qiziqarli shou-biznes yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.